Ko'plab ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadi, agarda noni sharbatini muntazam iste'mol qilish qanday foydasi bor, qanday tanaga yordam beradi. Tanani va tanani yoshartirish, funksiyalarni tiklash, energiyani tejash, og'riqni, yallig'lanishni va stressni yo'qotadi. Qonni tozalash xususiyatiga ega, xolesterinni kamaytirib beradi. Bu saxri borlar uchun foydali. Immunitet tizimini rag'batlantirish, ovqat hazm qilishni yaxshilab beradi va qon bosimini pasaytirish, hattoki ayollarda hayz ko'rishni ham kamaytirib beradi. Terining va sochlarning sog'lig'ini saqlash, toksinlar va inson tanasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan boshqa moddalardan ham himoya qilish, saraton xavfini kamaytirib beradi. Xotirani va konsentratsiyani yaxshilab beradi. Allergiyani yo'q qilish, oshqozon va 12 barmoqli ichak yarasi rivojlanishini oldini oladi. Boya aytib o'tdim, bu nonida ichki yaralarni, operatsiyalarni tezlik bilan yo'qotish, davolash uchun yaxshi ozuqa hisoblanadi. Tabiiy noni sharbati folinol sochlarni, tishlarni, mushaklarni, bo'g'imlarni, jigarning holati uchun ham noni sharbati bir muhim javobgar hisoblanadi. Saraton kasalligini yo'q qiladigan damnakantlar, proksiroin va bu terining, sochlarning, tishlarni mustahkamligi uchun juda ham muhim bo'lgan moddalar hisoblanadi. Bu aytib o'tganimdek 1 litr 1 oy davomida bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Iste'mol qilish tartib qoidasi. Buni ichish tartib qoidasi 30 mg, 20 mg noni sharbatini stakanga quyib olasizda. Xohlang noni sharbatini ichib, orqasidan 1 stakan iliq suv ichib oling. Xohlang o'sha kam miqdorda bo'lgan nonini iliq suvga aralashtirib suyuqlik ichishingiz mumkin. Bir kunda 2 mahal iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Savollar bo'lgan oldin ham shu bilan birgalikda hozir aytib o'tay sizga. O'sha tuqqaningizdan keyin mabodo keserva bilan tug'sangiz ham, tabiiy nimada tug'sangiz ham nonini iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu giyohli bo'lganligi uchun o'sha chaqaloqni ichi o'tishiga, qorni og'rib qolishiga sababchi bo'lmaydimi degan savollar juda ham ko'p berilgan. Yo'q, unaqa emas. Naborot, normada o'sha keltirib beradi ichini. Hech qanaqangi ichi o'tishiga nonini umuman aloqasi yo'q, ziyoni yo'q, ta'siri yo'q. Bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi.